Bizga ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda sud huquq sohasida bir qator islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. 2023-yil 25-dekabr kuni sud qarorlarining qonuniyligi va asosliligini tekshirish tartibini takomillashtirishi munosabati bilan Iqtisodiy protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar to'g'risidagi qonun shular jumlasidandir. Mazkur qonun bilan protsessual kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bilan bir vaqtda sud hujjatlariga nisbatan taftish tartibida shikoyat keltirish instituti joriy qilindi. Xususan, viloyat va unga tenglashtirilgan sudlar tomonidan taftish tartibida ko'rilgan sud hujjatlariga nisbatan beriladigan shikoyatlar bo'yicha alohida bob kiritilib, Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari tomonidan taftish tartibida ko'rilgan ishlar sudlar tomonidan birinchi instansiya bo'yicha qabul qilingan hamda apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko'rilgan sud hujjatlariga nisbatan, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan birinchi instansiya bo'yicha qabul qilingan apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko'rilgan ishlar bo'yicha qabul qilingan sud hujjatlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'atiga taftish tartibida shikoyat berilishi mumkin. Taftish tartibidagi shikoyat ishda ishtirok etuvchi shaxslar yoki bo'lmasa ishda ishtirok etishga jalb qilinmagan, ammo ularning huquq va majburiyatlari to'g'risida hal qarori qabul qilingan shaxslar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarini huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori va ularning o'rinbosarlari, prokuror ishtirok etgan ishlar bo'yicha yoki bo'lmasa ishda ishtirok etuvchi shaxslarning murojaatlari bo'lgan taqdirda taftish tartibida shikoyat keltirilishi mumkin. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan taftish tartibida ko'rib chiqilgan sud hujjatlariga nisbatan ham taftish tartibida protest keltirish mazkur qonunga yangilik sifatida kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisi hamda bosh prokuror iqtisodiy ishlar bo'yicha Oliy sudning sudlov hay'ati tomonidan taftish tartibida ko'rilgan sud hujjatlariga nisbatan Oliy sudning rayosatiga taftish tartibida protest keltirishi mumkin. Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, Iqtisodiy protsessual kodeksiga kiritilgan mazkur qonun bilan o'zgartirish va qo'shimchalar fuqarolarning hamda tadbirkorlik subyektlarining huquqlari hamda manfaatlarini ishonchli himoya qilishga, qolaversa ularning sud tizimiga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi.